Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. 3-darsimizni boshlaymiz. Bu darsimizda sizlar bilan GitLab dasturiga Excel'da kiritgan ma'lumotlarimizni qanaqa ochish kerak, shularni ko'rib chiqamiz. Hop, bu yerda mana bunaqa narsa qilsa bo'ladi. Agarda xohlasanglar, mana bu yerda mijoz ismiga mahsulot nomini kiritib olsak ham bo'ladi. Kelinglar, bu prixojka bo'lsin. Material turi. E'tibor beringlar, Alt knopkasini bosib turgan holatda pastki knopkani bosadigan bo'lsak, mana bu narsalar avtomatik ochiladi va ochilgandan keyin oddiy shu tepaga pastki knopkalarni bosib turib ro'yxatni o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Keyingisiga bilasizlar, tab knopkasi orqali o'tamiz, yana Alt knopkasini bosib turib pastki strelkani bosib, kerakli materialni tanlab olamiz. Deylik, dub zolotoy LMD bo'ldi. Va men hozir mana ikkita formulani qo'shib qo'ydim. Bu formula bizga o'sha GitLab dasturida plitalar o'lchamlarini kiritishda yordam beradi. Bu joylariga hozir to'xtalib o'tirmayman. Demak, uzunligini kiritib keturamiz. 500 ga 100, soni bitta, teksturasi 0 enter, kronkasi kelingli krugoy bo'la qolsin. Keyingisi 1000 ga 402 ta. Teksturasi kelinglar bor qilamiz. Bir enter bossak mana avtomatik tarzda keyingi kataga o'tdi. Bunda kelinglar ikkita uzun qilamiz. 11 enter bosamiz. Keyingisi bo'lsa 2000 ga 400 bo'la qolsin. Bu ham 4 ta bo'lsin. Teksturasi saqlansin. Ikkita uzun bitta kalta qilamiz mana bu shaklda. Keyingisi va oxirgisini kiritib turib qolamiz. Bunimiz bo'lsin 600 ga qarag'adir 400 li eshikdan 4 ta bo'lsin. Hop, teksturasi mayli saqlanmasin deylik va krugoy kronka 0 enter. Bo'ldi. Bizga hozircha shuni o'zi yetadi. Kronka metrlari 32.24, panellar soni 11 ta. Hop, o'rtacha list bitta deb mana hamma kerakli hisob-kitoblarni chiqarib beryapti. Yakunlarga bosamiz va prixojka deb nomlangan faylni chiqarib beryapti. Рабочий stolga saqlab turamiz. Tani bosamiz, bo'ldi. Va buni yopib tursak bo'ladi. Kelaylik, yopib turroqamiz. Bu yoqqa ikkinchi oynaga o'tkazib turamiz. Ana endi GitLab dasturini ochamiz. Kelaylik. Bunday narsa qilamiz. Kelaylik, mana buni o'chirib turamiz. Keyin yangi mana добавить qilib mijozimizning ismini kiritamiz. Tohir bo'lsin, bo'ladi. Ana endi biza mana bu joydan import is Excel degan joyga bosamiz va рабочий stolga o'tib turib prixojkani ochib olishimiz kerak bo'ladi. Bizda mana prixojka. Открыть. E'tibor beringlar, men endi oldin bu narsalarni yozib tayyorlab qo'ygan edim. Mana birinchisi list degan joyga panellar deb yozishimiz kerak. Sababi mana bu joydan ma'lumotni tortsin degan narsa bo'ladi. Keyingisi начальная строка, ya'ni qaysi qatordan boshlab o'qish kerak degan joy, mana 6-qator. E'tibor beringlar, bu detal, ya'ni panellar ro'yxati bo'lyapti. Oxirgisi bo'lsa 1000-qator. Bizga yetadi, 1000 ta pozitsiya bermaymiz. Keyingisi группировка по изделиям по материалам. Bu materialimga qo'yamiz. Materiallar bo'yicha saralaydi, ya'ni A kategoriyasi bo'yicha mana A, mana dub zolotoy bo'yicha saralab oladi degan narsasi bo'ladi. Keyingisi данные базовой операции, ikkinchisi листовой раскройda mana shunda qovuradi. Keyingisi по размеру детали, заготовки после прифуговки. Bizga detalida qolsa yetadi. Keyingisi S qator, C qator. Demak, bizda mana bu bo'lyapti. Keyingisi D uzunligi, keyingisi D eni, soni Y qatori bo'lyapti mana bu. Undan keyingisi ne добавлять деталь, если количество равно нулю, bu narsasi yoqib turaversa bo'ladi. Ya'ni 0 qiymatda kelsa, u panelni ro'yxatga qo'shmaslik degan joyi. Keyin tekstura saqlanishi F qatoriga mana bunga tushadi. Keyingisi наименование, detallarning nomlari. Bizda endi detallar nomi kelmayotganligi uchun buni tartib raqam bo'yicha qildirib yuboramiz. Hash ga qo'yib qo'ysak bo'ladi. Ya'ni mana bu hash qatordan boshlab ma'lumotni tortadigan bo'ladi. Hop, описанияларimiz hozircha yo'q. Kodlarini mana hash ga qo'yib qo'ydim, buni ham bizga yetadi. Kronkalanishi bo'lsa mos ravishda J, K, L, M bo'ladi. Ya'ni mana J, K, L, M qatorda bo'lyapti. Mana shundan boshlab hamma ma'lumotlarni o'qib ketishni boshlaydi. Keyingi joylarimiz, mana bu joylarimiz bu bizga unaqa muhim emas. Mana bu narsani 0 qilib qo'ysak ham bo'ladi.
Bo'lariga tegib o'tirmaymiz. Undan keyingisi простые operatsiya, bu ham kerak emas. Materiallarga o'tamiz. List, mana panellar degan joyga o'tamiz va mana yerdan ma'lumotni tortgan degan qatorini tanlab qo'yamiz mana. Ana endi keyingisi mana bu narsani hali qilishga ulgurmagan edim. Dilinamizni bizada demak N1 kategoriyadan tortish kerak ekan. N1 qatordan tortgan deb kiritarkanmiz. Bizada yana bitta kamchilik chiqib kelyapti. Mana bu начальный строка degan narsasi, ya'ni bizada mana 1 ga qaytish kerak endi. Bu joyimiz ana endi bizada A emas, C bo'ladi. Chunki mana bu narsani tortishimiz kerak bo'ladi. Buni C ga qo'yib qo'yamiz. Dilinamiz bo'ladigan bo'lsa bizada N1 da turibdi. Buni N ga qo'yib qo'yamiz. Shirinasi bo'ladigan bo'lsa M qatoriga qo'yib qo'yamiz. Bo'ldi, mana M ga tushdi. Hop, bizada mana uzr adashdim, O ga bo'lish kerak ekan. Mana толщинасы. Толщинani endi o'zi biza mana ma'lumotga qo'yishimiz kerak, lekin hozir bu ma'lumotni biza bu yoqdan kelinglar ma'lumotga qo'lda yozib qo'yib qolamiz. 16 qilib qo'yamiz. Bo'ldi, bizga yetadi hozircha. Hop, keyingi bu narsalarni qarab turib to'g'rilab ketsak ham bo'ladi. Buni kelinglar P qatoriga qo'yib turar ekanmiz. Bo'ldi. Keyingisi shirina prefugovki bizga kerak emas, cena ham kerak emas. Hop, detallarni bog'lashi naminavaniyasi bo'yicha qilgan degan narsasi. Keyingisi izdeliya mahsulotlarining nomi. Bularni ham panellardan tortgan davomimiz, ya'ni mana bunga qo'yib qo'yamiz. Prixoshga. Mana birinchi qatordan boshlanadi. Naminavaniyasi A da turadi. Soni bu описаниялар kelinglar bu narsalarni o'chirib turaveramiz. Bo'lmasam bizga kutgan natijani bermaydi. Bo'ldi. Ana endi bu narsalarni o'zingizlarga keyingi safar qaytadan kiritib o'tirmaslik uchun shablon sifatida yaratib qo'ysanglar bo'ladi. Misol uchun Excel 2 deylik mana. Bu yerdan keyin boshqa variantlarni yaratib ketsanglar bo'ladi. OK tugmasini bosamiz va mana bizada LMD dub zolotoy 508 kromkasi deb nomlangan nomda hammasini chiroyli qilib chiqarib beryapti. Agarda detalliga o'tadigan bo'lsak, mana hammasi teksturasi yoqilgan va o'chirilgan holatda chiroyli chiqarib beryapti. Mahsulotning nomlari ham, o'lchamlar ham hammasi chiqarib beryapti, lekin bizga o'lchamimizni to'g'ri 2800 2070 yili bo'ldi, to'g'ri ekan. Hamma kerakli ma'lumotlarni yozib chiqarib beryapti. Lekin negadir толщинani 18 berib qo'yapti. Biz aslida 16 bergan edik. Bu qiziq, bilmadim, balki ma'lumotlarni men qayerda kiritishda xatoligi yo'q qo'ygan bo'lsam kerak. Bo'ldi, shu tartibda GitLabga Excel orqali ma'lumotlarni shunaqa qilib kirgizasizlar va keyingi jarayonlar bularni alohida shu video darsliklar qilib qo'yganman. O'sha video darsliklardan ko'rib bemalol o'rgansanglar bo'ladi. Bu video darsliklarimiz offline va onlayn darsliklarda berib boriladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.